Malika, Labbay. ovqatni bo'ldi deysiz. Nima bizani o'ldirib yubormoqchimisiz? Muncha sho'r ovqatingiz, qancha tuz soldingiz bunga? Ha, nima gap? Namiga baqirib gapiryapsiz, Guli? Opajon, hozirgina tinchlikmi? tuzini ham soldim deb chiqib ketdim. Qo'shnilar eshitsa nima deb o'ylaydi? Ha, oyijon, to'g'risi ham-de, sizni ovqatni qarang, shu ovqatni ham bizga tortadi-de, hozir shu keliningiz. Sho'rligini bitta ichib ko'ring siz. Voy, nega bunaqa qilib pishirasiz, qizim? Qani, ko'raychi. Oyijon, hozir menga tuhmat qilyaptilarmi bular? Men hozir sizni aldayapmanmi shunda? Voy, men sizga nega ha. tuhmat qilaman? Oyjon, ko'ring. Tuz ko'p solmadim. Voy. Voy, nega bunaqa qildingiz, qizim? Ha, ovqatga ham shuncha tuz soladimmi? Ha, men tuzni past yeyishimni bilmasmidingiz? Bilaman, oyjon, shunga kamroq solgandim tuzini, ko'pmasida. Voy, tavba Tushunmadim. Bu gapingiz bilan nima demoqchisiz? Shunda hozir ovqatga tuzni men solganmanmi? Ovqatni men sho'r qilganmanmi shunda? O'zingizni bosing.